Bunaqa atmosferani faqat chet el kinolarida ko'rganman. Sizlar bilan bo'lishkim keldi. Qulayroq joylashib oling, yoningizga muzdek kompotlarni qo'yib qo'ying. Hozir men sizlarga 8 sotuvga tushgan dachani boshidan oxirigacha ko'rsatib chiqaman. Manzil narxlarigacha aytib o'taman. Qani biz unda boshladik. Hovli qismidan boshlaymiz. Katta basseyn, jakuzi, bu yoqda ko'rib turibsizlar, lejaklar o'rnatib qo'yishgan. Bu dachada hamma qulayliklar bor ekan. Landshaft, zeleniy zonalarga bitta baho bering. Bu yoq tarafda garaj qismi, ikkita mashina bemalol sig'adi. Ko'cha tarafdan kiraverish. Yozgi oshxonani birinchi ko'rsataman, yuringlar. Bu yerda bizda yozgi oshxonamiz joylashgan. Mramor toshlardan stolechnitsiyalar qilingan, astrovoklar, bu yoqda qozon, o'choq, mangal, shashliklar bemalol qilsangiz bo'ladi. Bu yerda ikkinchi qozon o'choq joylashgan. Bu yerda oila davrisida mazza qilib ovqatlanib o'tirish uchun sharoitlar qilingan ekan. Kechqurun bemalol kino ko'rsanglar bo'ladi. Oila davrisida yig'ilib olib, bunaqasini birinchi marta ko'rishim, atmosfera prosta bomba. Ketib qolgan joylarini ko'rsatamiz. Kimga shunaqa joy niyat qilgan bo'lsangiz, o'sha insonga bitta yuborib qo'ying bu videoni. Saqlanib qilishni esdan chiqarmang. Dacha qurayotganingizda aniq kerak bo'ladi. Mana bu jakuzilarni qarang. Mana bu mostlarni qarang. Gap bo'lishi mumkin emas. Qani ketdi. Slav aka, dacha qanaqa ekan? Zo'rmi? Shikar. Ichkari qismi bilan tanishtirib chiqaman, ketdi. 3 qavat qilib qurilgan, 8 sotuvga tushgan, 500 kvadrat metr. Mana bu eshiklarni qarang. Shunaqa katta eshikni ko'rganmisiz? Qani ketdi. Ichkarining atmosferasiga bitta baho bering. Mana bu patologdagi lyustralarni qarang. Shunaqasini ko'rganmisiz? Ketdi, bir boshdan boshlaymiz. Bu yoqda bizda zimniy basseyn joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Panoramli oynalar, mana patologiya berilgan mehrga qarang. Remontiga gap bo'lishi mumkin emas, did bilan qilingan ekan. Har bir kvadratni o'ylab qurilgan dacha bu. Bu yoqda sauna joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Bu sanuzel qismi, dushavaya kabinka. Bu yerda esa turetskiy hammom. Gap bo'lishi mumkin emas. Qilingan mehnatni qarang. Inshaalloh har bir yilda eng kamida shunaqa dachalar bo'lishi nasib qilsin. Qani ketdi. Hozir tepa va past qavatlarni ham ko'rsatamiz. Bu yoqda обеденная zona. Bu yerda komandamiz o'tiribdi. Ketdi, biz davom etamiz. Bu yerda kuxonная zona, barniy stoykalar, полностью mebel texnika bilan jihozlangan. Dacha tayyor, biznes qilib ishlatsangiz bo'ladi. Buni xarid qilib, bemalol arendaga topshirsangiz ham bo'ladi. Hozir men sizga bitta xona ko'rsataman, yuring. Kazarmani qarang. Shunaqa kazarmada kim xizmat qilgisi kelyapti? Video tagida yozib ketinglar. Men portretlarga alohida baho berasizlar. Qani ketdi. Bu yerda родительский spalnisi ko'rishingiz mumkin. 2 kishilik kravat. Bu yoqda sanuzellarigacha ham bor. Ketdi, biz davom etamiz. Kamera o'tib olamiz bu yoqqa. Ketdik. Manzarasiga gap bo'lishi mumkin emas. Hozir tepa qismiga chiqamiz. Undan oldin podvalni ko'rsatib chiqa qolay. Keyin tepada terrasada tugatamiz videoni, ketdi. Sirkulyatsiya uchun orqa hovlilar qoldirilgan. Mana bu dekorlarni qarang.
Podvol qismida daraxt o'syapti, shunaqasini ko'rganmisiz? Bu yerda sanuzel. PlayStation zonani qarang. Gap bo'lishi mumkin emas. Har bir farzand orzusi bo'lsa kerak. Bu yoqda astravok, suv, napitkilar qo'yib, vaqt o'tkazsangiz bo'ladi. Bu yoqda bilyardlar o'rnatib qo'yishgan ekan. Bilyard ishqibozlari bormi? Yomon o'ynagim keldi o'zimni ham. Kinoteatr zalni qarang. Divanlarga o'tirib olib, yaxshi filmlarni qo'yib qo'yib, maza qilib ko'rsanglar bo'ladi. Ketdi endi tepa qavatlarni ko'rsatib chiqamiz sizlarga, yuringlar. Yangi dachi hali arendaga topshirilmagan. Eng qiziq joyi mana buni qarang. Basseynni tegi qismidan ko'rib turasiz, farzandlaringiz cho'milayotganini. Bunaqa reshinani birinchi marta ko'rishim. Bu degani yaxshi qurilgan, qarang, zax urib yormagan. Ketdi. Stiklanniy perillalar. Keyin yana 400 ming tutyapsiz. Da, shunaqada. Hamma narsani yaxshi. Lyustralarni qarang. O'zimiz hali oilani olib kelib yo'q, qaticha. Dachi egalari hali oilalari bilan ham kirib ko'rmabdilar. Shu to'g'risida aytib beryaptilar, ketdi. Mana bu spalnini qarang. Aynan siz uchun bu spalni, keling. Bu yoqda kravatlar o'rnatilgan, televizorlar o'rnatib qo'yishgan. Kinoteatrga tushishga eringanlar shu yerda o'zida kino ko'radi. Bu yoqda sanuzel qismi. Bu yerda esa sklad xonasi. Garderobni qilib ishlatsanglar bo'ladi. Yuring, yana bitta xonani ko'rsatamiz, keyin terasaga chiqamiz. Pastiga kazarma ikkinchi qavatda ham bor. 4 ta o'rinli. Yo, mana bu tanlangan ranglarni qarang, noodatiy. Shunaqasini ko'rganmisiz? Bu yoqda esa sanuzel qismi. Dushovaya kabinka, rakvinalar. Ana endi esa men sizlarga va'da qilingan terasani ko'rsataman. Ketdi. Manzarani qarang. Bu yoqda qarang. Lejaklar o'rnatib qo'yishgan. Men bu yoshlikda pashshaxona deyilardi, endi bilmadim bu nima deyiladi. Bu yoqda jakuzilar. Gap yo'q. Mehr ayalmagan dacha aynan shu bo'ladi. Inshaalloh niyat qildim. Kelajakda bitta shunaqa dacha olib, yaqinlarimni yig'ib, oilam bilan birga shunaqa dachalarda dam olishni. Bu yoqda qarang. Mangalni o'rnatib qo'yishgan. Shashlik, go'shtli pishirib, bu yerda oila davrasida maza qilib o'tirsangiz bo'ladi. Bu yoq tarafdagi manzaralarni ham bitta ko'rsating tog'larni. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu dachamizni sotilyapti. 8 sotuvga tushgan, 500 kvadrat. Toshkent tuman, Toshkent viloyati, Bo'stonliq tuman. Xumsonga chiqib ketirish, bot adashmasam chodir deyiladi. Xumson desa ham bo'ladi. Srochniy narxlarda sotilyapti. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, Lizer Estate jamoasiga murojaat qiling. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Bizga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang. Bunaqa shedevrlarni o'tkazib bormang.